Assalomu alaykum. Bir hafta oldin video chiqargan edim. Bu kvartiraga bir haftaga keldim deb. Mana bir hafta bo'ldi. Nima ishlar qilindi? Mana bugun qaytyapmiz. Dekorativkalar ikkinchi slojga urildi. Podsvetkalar ulandi. Bu yerda master выключатель, переходной. Bu yerda magnitli luk bor, ochiladigan. Bu yerda podsvetka qilindi. Bu yerda katta oyna bo'ladi. Neptun ishlayapti. Kraskalar qilingan. Bu xonamizda barcha podsvetkalar ulandi. Kraska qilingan bir sloj. Bu yerda ham dekorativka yopib qo'yganmiz hozircha. Tepada datchik bilan bo'ladi. Bu yerda eski komnata, shkaflar olib kelingan, parket, dekorativka. Bu yerda ham podsvetkalar ulandi. Kvartira tayyor. Bir vanna. Vanna sveti. Vannani podsvetkasi, pastga ham kafel qo'yib berdik, to'sib. Dushovoy smesителlar ulandi. Hammasi polkalar qildik. Bu yer shkaf bo'ladi. Bu yer garderob, bu yerda elektroshit, podsvetka. Bu yer tepasi serverni. Barcha podsvetkalar shutga sabrat qilingan, hammasi ulangan. Elektroshitimiz. Mebellar. Переходной. Dush sveti. Bu yerda ham ozgina bu yoqqa surdik, 10 cm o'rtada bo'lmagan ekan. Smesitellar. Topli pol. Podsvetka. Bu yer kuxnamizda kraska qildik, potolaydi, svetlarda podsvetkalar uladik. Bu yerda bitta pletka almashtirildi. Pol zatirka qilingan. Kuxnalar qo'yilgan. Fartukka kafel qilingan yo'q. Stavitsinsadan keyin kafel qilinadi, keyin razvedka выключателlar o'rnatiladi. Vodoizmetrga razvedka. Shunday qilib bu obyektdagi ishimiz tugadi. Hozir boshqa ketamiz. Moskva City, Moskva Reki. Joy zo'r, lekin juda klassli место. Dam oladigan joylar pastlarda. Kafeshka.
Hammaga okey.